Salamatmısızlar, hörmətli oxucular. Qandaqsızlar, yaxşımı? Mən yaxşı, rəhmət. Özü yazıb qoyubsizlar məydə. Yaxşı anlavatqan bolsanglar bir plus qoyutinglar. Qızlar, anlatamsızlar meni? Pluslar kelmadi, ha? Keldi mana. Как всегда, задержка var bu yerda. В общем, başlayıveray. Bu yerda bugun biz sizlar bilan chambarning uzunligi, duglakning maydoni, shar va sfera degan mavzuni qaytlaymiz. Bu 6-sinfning 6-paragrafi. Eng beshida aniqlamalarni eson olib ketaylik. Chambar deganimiz nima desak, uning qanaqa javob beradiq? Chambar deb bir chekitdan uni O deb belgilab qo'yaylik. Birdek ariqda o'rnashgan, mana bularning hammasining arilig'i birdek ariqda o'rnashgan chekitlar bundaq birdek rasstayni ep chiqsa, yaxshi bo'lmay qoldi, aslida boshqacha ko'rsatay. В общем, agar bir chekitdan O'da qo'yaylik, birdek ariqda o'rnashgan buni chekitlarning hammasining yig'indisini biz chambar deb ataymiz. Shu совокупность всех точек, которые равно удалены от центра deydi. Shu mashada shu centrdan qirg'ichang ariqni biz radius deb atadik. R deb belgilaymiz va chambarning bir qirdan yan bir qirg'ichang o'tadigan qo'shadigan va sentrdan o'tadigan xorda deb qo'yamiz. O'sha bu kesindini biz diametr deb ataymiz. Shu vaqtda bizning diametrimiz har qachon 2 radiusga teng. Buni o'sha biz 5-sinfda mana deb aniqlamalarni kirgizgan edik. Shu yana bir qaytlab ketaylik. Chambar deganimiz barliq chekitlari uning markazidan birdek ariqda joylashgan siziq ekanligini biz ta'kidlab qaytlab ketdik. Endi nima dedik bu yerda har qanday chambarning uzunligi qanday topsaq bo'ldi. Endi buni uzunligini biz S harfi bilan belgilaymiz va uni tepish uchun biz 2 ni ko'paytiramiz pi ga, ko'paytiramiz radius r ga. Endi 2r d ga teng bo'lganki, menga pi ko'paytirilgan d deb yozib qo'ysam bo'ldi. Bu yerda buni pi degan nima deb savol paydo bo'lsa, biz nima deymiz? Bu matematikadagi turaqli sonlarning biri. U qanday chiqdi desanglar, оказывается, любой chambarni elinglar, kichik chambarni elinglar, kichik taxsa masalan, durustmi yoki bo'lmasa yo'g'onroq bir taxslan elib, shu uzunligini o'lchsanglar metroviy lineyka bilan C1 deb qo'yaylik. Shu kichik chambarning diametrini D1 deb hisoblaylik. Agar любой chambar, har qanday chambarning uzunligini uning diametriga bo'lsanglar, har qachon taxminan 3,14 degan cheksiz o'nliq periodlik emas san chiqadi. Shuni biz yozavermasdan pi harfi bilan belgilaymiz. Agar siz yo'g'on bir chambarning uzunligini C2 deb o'lchab, uning diametrini D2 deb olsanglar, неважно, C2 ni D2 ga соответственно diametriga bo'lsanglar, тоже taxminan 3,14 bir nima chiqadi ekan. Biz в основном 3,14 olmas, или иногда hisoblarda buni taxminan 3 deb olsanglar bo'ldi deydi. Tushundinglarmi? Pi degan turaqli son. Конечно, biz o'zi cho'ng klasslarda pi deganimizni 180 gradus deb o'tamiz, но пока shu mavzuda biz pi ni soni 3,14 deb hisoblaymiz. Вот, bu chambarning uzunligi. Endi duglak degan nima? Duglak deganimiz qaranglar, shu chambarning ichidagi hammasi вот это вся пространствоni qo'shib o'rlashgan bo'lgan buni figurani biz duglak deb ataymiz. Va duglakning endi maydonini tepish uchun S teng pi r kvadrat degan formulasini ishlatamiz. Mana bugungi eng formulamiz pi r kvadrat i 2 pi r. Buni endi inglizcha o'qisanglar mayli, nimishki C deb
belgileydiysana bu yerda circumstance degan mush как раз çemberning uzunluğu degan so'zni bildirdi. S teng pi r kvadrat deganimiz bu maydonni inglizcha сразу yozib qo'yay area deb ataydi. Ну, çemberning uzunluğunu любой uzunluq o'xshash length deb qo'ysanglar bo'ldi. Just in case inglizchada qo'yay kichkina. Всё, mana mush ikki formula. Yani bu yerda deb ketadiganimiz shar va sfera deydi. Ikkisining farqi nima? Вот çember tushundinglarda, çember только monoliniya. Mush çemberning ichidagi maydonni, mush ichida o'rnashgan figurani biz duglak deb ataymiz. Shundaqla sfera deganimiz, qaranglar. Sfera va sharning ikkisining farqi nima? Agar bizning buni sharimizning ichi to'liq bo'lsa, kavak emas deydigan uni ishi, polniy bo'lsa, u vaqtda biz uni shar deb ataymiz. Agar bizning sharning ichi bo'sh bo'lsa, трехмерный уже bu yerda. Agar ichi bo'sh bo'lsa, u sfera bo'ldi, ichi bo'sh emas, ichi kavak emas bo'lsa, polniy bo'lsa, uni biz shar deb ataymiz. Masalan, mandarin bo'lsin, tavuzni ko'raylik, ya deganimiz mushlarning hammasi nimning primerlari, masallari sharga nima desa, mushlar masal keltirsak bo'ldi. Masalan, mячик olsang, top, u ichida bo'sh, u havasi bor, u уже sferaning primeri bo'ldi. Всё. Mushlar bilan teoriyamiz bitdi. Endi давайте hisob chiqaraylik. Tushunmagan yerlar bor bo'lsa so'ranglar. Bir qarab o'tay, nima yozyapsizlar? Shu hammanim tushunishli bo'lsin, pluslarni qo'yib qo'yinglar. Tushunmaganlar bo'lsa sразу so'ranglar, o'tmaydilar. WhatsAppda deb qaptimi? YouTube'da kommentariy yozaveringlar. Endi nomer 245 ga qaraylik. Agar deydi radiusi 5 cm, 3,5 metr, 12 mm bo'lsa, çemberning uzunluğunu tepinglar deydi. Birinchi hisobni chiqarib o'taylik. Nomer 245. Agar radius R1 deb qo'yib, bu yerda bir necha radius bor, 5 cm, R2 3,5 metr, R3 15 mm bo'lsa, 12 mm bo'lsa, kechirsizlar, 12 ga çemberning uzunluğunu tepinglar. C1 ni topmizki, C2 va C3. 3 ta çember berilgan bu razli radiuslar bilan. Belki bizning любимый o'ng'ay formulamizni qo'yib chiqsak, C teng 2 pi r. Давайте biz o'ng'ay bo'lish uchun pi ni ishlab olaylik. Taxminan pi 3 bo'lsin. U vaqtida C1 teng bo'ldi. 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5, 6 7 5 30 cm. Точно так же S 2 ni tepasak, 2 ni ko'paytimiz 3 ga ko'paytimiz 3,5 ga. Men 3,5 ni 2 ga ko'paytish o'ng'ay bo'ldi 7. 7 ni 3 ga ko'paytirsanglar, просто 21 metr qoldi. S3 endi 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 12 deydi. Bu yerda farqi yo'qki, qanday ko'paytishni. Shuning uchun 2 ga 3 6, 6 ni 12 ga ko'paytsak 60, 12 72 millimetr bo'ldi. Bu birinchi punktda. Ikkinchi punktni men chaplashtirib qo'yay. Uzunluğu 56 cm. Давайте men только birincisini ko'rsatib qo'yay, qolganini o'zingizlar chiqarib olsizlar уже. Bo'lgan çemberning radiusini tepinglar. Наоборот bu yerda. Uzunluk 56 cm bo'lsa, radius nechiga teng deydi. Shuni formula C teng 2 pi r dan radius r ni tepish uchun qaranglar, radius r ning qishi 2 pi ko'paytirilgan bilan tushsa, mana yoqqa bo'lingan bo'lib ketadi. O'sha vaqtida çemberning uzunligini 2 pi ga bo'lamiz. U chaqda 56 bo'lingan 2 3 desak, давайте сначала 56 ni 2 ga bo'lib o'taylik. Bo'ldi 28. 28 ni 3 ga bo'lsak, ровно bo'lmaydi. 27 ni 3 ga bo'lsak 9,3 dan 1. Mushta qolaversin santimetrga. Hisob bitdi.
Так, andiki nomer 247. Bu yerda edi sirk arenasi çemberinin uzunluğu 40,8 pi metrga. Uzunluk berilgan. 40,8 pi santimetr. Kechirsizlar metr. Arenanın radiusi bilan maydon tepinglar. Radius tepishimiz kerak. Maydon s'ni tepishimiz kerak. Belki formula şu c teng 2 pi r'dan 5'de radius r'ni tep alaylik. Onun için şu çemberinin uzunluğunu 2 pi'ye bölümüz. Sразу подставляем. 40,8 pi bölüngen 2 pi bolsa pi'lar qisqarayotgan 40'ni 2'ga bölsanglar 20,4 metr. Bu radius. Çemberin düylekning maydonini tepish uchun pi r kvadrat formulasini ishlatsek, shu vaqtida pi'ni ko'paytimiz 20,4 ning kvadratiga. Endi 20,4 ni kvadratlayib o'taylik. 20,4 ko'paytimiz 20,4 ga chiqdi. Buni 400 еще 416 deydi. 416,116 пи. Кстати, мы так пи-ni можно оставить. Xato bo'lmaydi. До конца chiqib yetolmasa, vaqtida pi-ning o'rniga просто 3 ni qo'yib o'tsizlar. Nomer 249. 249. Maydon 9 pi santimetr. Maydon 9 pi santimetr bo'lgan duglakning radiusi 2 hassa oshiq radiusga ega çemberning uzunligini hisoblanglar deydi. Tak, yangi o'quvchilarga xush kelibsizlarmi? Degan bir o'quvchilar paydo bo'libdi. Agar hisobning berilganlarini tushunmasanglar, nomer palanchi savol belgi qo'ysanglar, men yana qaytarib aytmayman shu hisoblarni. Hozir пока nomer 249 qarab o'taylik. Maydoni 9 pi santimetr bo'lgan duglakning radiusi deydi. Значит, maydoni 9 pi deb berilgan. Radiusidan 2 hassa oshiq radiusga ega çemberning uzunligini hisoblanglar. Bu R1 radiusning çember S1 ga. Endi radiusi birinchi radiusidan 2 hassa uzun, 2 hassa jih bo'lgan çemberning uzunligini tepinglar dedi. S2 tepishimiz kerak. Представь себе, mundaq bir tal çember bor ekan, uning maydoni S1 deb qo'yaylik. Buning radiusi R1 ga. Сразу S teng pi r kvadrat formulasini ishlatsak, bu yerdan radius birinchisini topalaymiz ekan, do'stlar. R1 ning kvadrati teng S bo'lingan pi. Shu vaqtida 9 pi ni pi ga bo'lib atsanglar, qoldi 9. 9 degan это r kvadrat. Shu vaqtida qanday sonning kvadrati 9 ga teng? Bu, конечно же, по идее плюс-минус 3, biroq biz menda araliq ag'ashga только 3 ni olamiz. Shu vaqtida birinchi çemberning uzunligi 3. Nimaga bet santimetrmi? Santimetrga. Ikkinchi çember bor ekan, uning radiusi deydi. Birinchi çembernikidan 2 hassa uzun. Uning radius R2. Demak, R2 teng bo'ldi. 3 ni 2 ko'paytirib atsanglar 6 santimetr. Shu vaqtda buni ikkinchi çemberning uzunligi C2 dedik. 2 pi r formulasi qo'ysak, 2 давайте pi qasmi qolaversin, radiusning o'rniga 6 olamiz kerak. Bo'ldi 12 pi santimetr. Salomatmisiz Zuhra? Yaxshi, rahmat. Так, deydi, menda çemberini düglak qilib sizimiz. Durust.
Yaxshi tushungan bo'lsanglar, chambar iduglar farqini yaxshi tushunishinglar kerak. Ketdik dal shu vaqtida andiki hisob 251. Sap taq nomerlarini chiqaryapmiz. Juplan o'zingizlar ko'rsanglar. Astana Expo 2017 ko'rsatmasining me'morchiligi simvoli Nur Alim ko'rgazma kompleksining asosiy elementi dunyo yuzidagi eng chong sfera shaklli imorat. Endi 5,6 plus 89,7 elingan 56,7 plus 40,707 ifodasining ma'nosi sfera diametrining uzunligini berdi. Voy, в общем, просто hisoblanglar deydi mayda. Cheyx bilan yozib nomer qancha? 251. Самое главное, что bizda bundaq sfera bor ekan. Sferani обычно ko'rsatib qo'ydim. Uni yerda radiusi r bor debda. R deb qo'yay. Показать, что это трехмерная пространственная фигура. И bu yerda bizga hisoblashimiz kerak ekan bundaq hisobni. Birinchisida 5,6 plus 89,7 elingan 56,7 qo'shilgan 40,707. Mush hisobni chiqarsak, bolalar, qizlar, biz nima topamizki, sferaning diametrining uzunligini topamiz. Короче, men просто diametr d deb yozib qo'yaychi. Topaylik. 5'da 5,6 ga 89,7 ni qo'shsak, buni yetmaganga 0 qo'shqay yaxshi ko'rinadigan. Kerak emas ekan, kechirsizlar. Men 5 dan keyin 1 son, men 5 dan keyin 1 son. В общем, 10lik kasrlarni qo'shganda 5 ning ostida qolish kerak. 6 ga 7 ni qo'shsam 13 bir oyda. 5, 6, 9, 15 bir oyda. 8, в общем, 95,3 chiqdi. Minus. Endi bunu ikki sonni давайте birga hisoblab o'taylik. Sababi meyda 007, meyda 707 turdi. Minus plus turgan biz cho'ng sondan kichik sonni elib, cho'ng sonning belgisini qo'yatdik. Shu vaqtda minus saqlanib qoldi. 56 dan 40 ni yetsanglar, уже 16 butun. Keyin 007 dan 707 ni olsanglar, buni последний 7 minus 7 ketdi. Biroq buni 0 dan buni 7 ni alamg'ashqa zaнимаем. Qoldi 10, 10 dan 7 ni yetsanglar 3, 5 o'rinda 55 qoldi. 55 dan 40 ni olsanglar 15. Shu endi yaxshi qo'ymadan 5 dan keyin 3, 3 bilan to'sh evatsak qisqarib ketadi. 95 dan 15 ni evatsak qoldi просто 70. Shu vaqtida Expodagi sferaning diametri 70 metr. Metrga teng. Скорее всего, metr bu yerda yozmabdi. Ikkinchi punkt. Bundaq ifodaning ma'nosi imoratning egizligiga teng. Просто hisoblab aytinglar deydi. Bu yerda 7,10 dan 4 ko'paytirilgan 56,56. Ana buni bo'linganni men bundaq kasr bilan udobno, shuning uchun 8,8 ni bundaq yozib qo'yaylik. Plus 48,2. Mushni hisoblash kerak ekan. Qo'shimcha mushu har juma kuni bizda 6-sinf hozir takrorlashtiradigan boshladik. Har juma kuni soat 12:30 da mushtaq prямая translyatsiya bo'ldi. Erta Xudoyim bersa subot kuni soat 2 da matematiklik savat deb o'taylik 11-sinf bilan topshirgan testlar bor, logический hisoblar. Ashlar тоже prямая translyatsiya bo'ldi. Uni kirib ko'rsanglar bo'ldi o'shada. Yaxshi, уже 251 ikkinchisini chiqarib etsizlar. 100 deydi. Kimda endi 100 chiqdi? Так, buni bir tsvetni olaylik.
Немешке мен мындак кесір түрді ез қойдым, чтобы мындак қысқартыш үшін. Қараңlar. Монусан bilen қысқырайды мейді. Peş nemetсек, peş қысқырайды. 5656 bölüngen 8008 çıkıdı просто 7 durusma. 56. Endi 7,10'dan 7 köpeytseňler, qarаңlar. 70'ni 7 köpeytseňler 190. 4 7 7 28. Qo'shib etseňler 518 ga. 5'ten keyin bir san bor. Boşu 51,8 gani 48,10'dan 2'ni qo'shsaňlar bo'ldi 100. 100 durus qalama plus qo'ying o'zingiz daftaringizga. Ellik 3'ni göreli 253 hesap. Yeşil normal görünüp atam sizlerge. Şimdi yarkı цвет alacağım. Maşina çekitinin diametri 4'ten 3 metr. Çak minutiga 333,3'ten 1 qetim aylandı. Maşinanın ıldamlığını tepinglar deydi. Yazbayali. Çakның diametri 4'ten 3 metrga. Çak minutiga, значит, vaqt paket t teng 1 minutning ichida qanchalik mangdi ekan? 233 butun bu количество оборотов 233 butun 3'ten 1 qetim aylandi ekan. Ashta bo'lsa, mashinaning ildamligini tepinglar dedi. Velocity. Ha, inglizcha so'zlab qo'yarsiz. Velocity degan ildamlik degan so'z. Sizlar bir yez qo'yinglar, yodlab olinglar. Anglizcha bilgan yaxshi. Ildamlik. Topaylik endi. Ildamlikni tepish uchun buni beshida kerak narsalarni yodga olaylik. Конечно, biz ildamlikni metr sekundi bilan 50 kilometr soat o'lcham birligida hisoblag'achqa 1 minutni sekundaga aylantirib yetaylik. U bo'ldi 60 sekunda. Buni 233,3'ten 1 qetim aylandi degan давайте тоже na to'g'ri kasrga aylantirib olaylik. Qancha bo'ldi, что потом ko'paytmaydiganga. 233 ni kechirsizlar. 233 ni ko'paytinglar 3 ga. 699 da 1 ni qo'shib etsak ровно 700. 3'dan 700 ga. Так, шарик, ой, nimni yasa qo'y, chaq mundaq bo'lsin, например. Da, uning diametri berilgan, qancha qitim aylandi yozilgan uni. 3'dan 700 qitim aylandi ekan, 60 sekundning ichida. Вообще, ildamlik velocityni tepish uchun, конечно, biz mangan yo'lni vaqtga bo'lishimiz kerak. Biroq qanchalik yo'l mavduq belgisiz. Biroq agar chaq bir qitim aylansa, u o'zining uzunligini o'tadi, durustmi? Shu vaqtida c teng 2 pi r emas, bu diametr berilgachki pi ko'paytirilgan d formulasini ishlatsak, pi ni давайте 3 olaylik. 3 ni ko'paytimiz 4 dan 3 ga. Chiqdi, berishdim qisqamatga 9 dan 4 metr. Chaq bir aylanganda 9 dan 4 metr yo'l mangdi ekan. U vaqtida 3'dan 700 qitim aylansa qanchalik yo'l mangdi? S. Bir qaraydi. Tak, va alaykum assalom. Qudrat. Xush kelibsiz bizning gruppaga. Tak, qo'shilimiz aktivno chiqarali hisoblarni. Итак, davomlashtiraylik. Bu yerda, kстати, buni S maydon S chatoshtirmaylik. Bu S deganimiz yo'l. Mangan yo'l. Elda qo'sam bo'pti ekan, ладно, S deb yozib qo'yibman. В общем, qaranglar, duglat bir aylanganda, chaq bir aylanganda 9 dan 4 metr mangdi dedik, durustmi? Shu vaqtida 3 dan 700 qitim aylansa qanchalik yo'l topdi, mangdi?
Onu tepish uchun biz chambarning uzunligini количество оборотов aniq ko'paytirishimiz kerak ekan. Shu vaqtida 4 dan 9 ni ko'paytimiz 3 dan 700 ga. Durust aytmayman, durust. Ko'paytirilgan degan qisqartaylik qanday hisoblanadi? Например, 9 ni bo'lib yetaylik 3 ga. Точно ровно bo'lindi. 700 ni 4 ga bo'lsanglar, ну там немножко не очень, да? А давайте bunday deb aytaylik. 700 deganinglar это 7 ko'paytirilgan 100 durustmi? И shuni biz 4 ga bo'lsak, 100 ni 4 ga bo'lsak 25 qo'y. Shu vaqtida nima qoldi? 7 ko'paytirilgan 25. Bo'ldi, endi 7 ni 25 ga ko'paytinglar, 140 и еще 25 165 ga. 165 ni 3 ga ko'paytirib atsanglar, ko'paytiraylik. 525 chiqdimi? Menimda 525 deydi. Все, 525 metr yo'lni 60 sekundda mangan bo'lsa, наконец-то velocity win topaylik. Uning uchun qancha yo'l? 525 metrni bo'limiz 60 sekundga. Endi 525 ni 60 ga bo'lsanglar, примерно 8 это 480 durustmi? И yana o'sha mayda 5 ga qisqartirib atsanglar bo'ladi, keyin hisoblasanglar. 5 ga qisqartirib atsak, mayda 12 qoldi. Mayda 5 ga qisqartirib atsak 105 qoldi, durustmi? Oy, оказывается, еще 3 ga qisqartsak bo'ladi deymizda, mayda 4 qoldi. Mayda bo'lsa 35. Endi 35 ni 4 ga bo'lsanglar 8,4 dan 32 olsak 3 qoldi. A это bizda 8,175 metr sekund. Mana shu oldamlik bilan mangdi ketjaq. Va alaykum assalom, yana qo'shilgan o'quvchilarga. Katta xudolishi nima deydi bu yerdan deb? Endiki hisob 255. Kvadratning har bir tarafiga yarim duylak selingan. Suratga qaranglar deydi. Agar kvadratning tarafi 4 cm bo'lsa, u chog'da chiqqan figuraning maydoni tepinglar. O, yaxshi hisob, наконец-то. Men bunda для наглядности как есть yozdim. Beshida kvadrat bo'lgan-ki. Kvadrat deganimiz 4 tarafi teng, tik 4 bo'lmoqlar deymiz, durustmi? Mana ham taraflari teng uning. Qanchadan keyin ham tarafi 4 cm deydi. O'sha kvadratning har bir tarafiga yarim duylak selingan. Ну, давайте uni men boshqa цвет bilan yasab qo'yay. Serih bo'lsin, например. Buni yarim duylak, maydimi yarim duylak, maydimi yarim duylak, ну, почти gulga o'xshash bo'lib qoldi. Yarim duylak bo'lsin. Shu chog'da chiqqan figuraning maydon tepinglar. Видите, sizlarda какой цветочек получился. Mushning hammasini maydon tepishimiz kerak ekan bizga. Bu nimishki chiroyli yaxshi hisob desanglar, sababi bu yerda biz nima qilamizki, отдельно maydonlarni tepib, keyin общесini tepib olamiz. Shu vaqtida buning ichida kvadrat bo'lg'ashga, ichidagi kvadratning maydoni o'ng'ayla a ko'paytirilgan a, то есть a kvadrat formulani ishlatsanglar, 4 ning kvadrati 16 chiqadi. То есть buni ichidagi kvadratning maydoni 16 чего там? Santimetrga, santimetr kvadrat deydi. Endi men bizda 1, 2, 3, 4 tal yarim chambar bo'ldi-ku, duglak bo'ldi-ku. Ularni qaranglar. Buni 1, 2, 3, 4 deb numeratsiya qo'yib qo'yaychi. 1 bilan 3 ni qo'shsanglar 1 tal duglak bo'ldi. Ketsanlar 4 bilan 2 ni тоже qo'shsanglar ham 1 tal duglak chiqdi, durustmi? Получается, shu duglaklarning maydoni pi r kvadrat formulasini ishlatamiz. Biroq bu yerda 2 tal duglak bo'lg'ashqa menga 2 degan koeffitsient keldi. Вот. Ko'z o'xshash. Qarab turdi sizlarga. Endi bu shu chambarning radiusi qancha desanglar,
Bu çemberning radiusi фактически bunu kvadratning qiri 4 bo'lsa, получается çemberning diametri тоже 4. U vaqtida radiusi chiqadi diametrining yarmisi просто 2 santimetr. Katta qudalishi 2 santimetr bo'lsa, u vaqtida duglakning maydoni oldu 2 ko'paytirilgan pi'ni 3 alaylik. Radius 2 ning kvadrati 4, ko'paytirsak 6 4 24 santimetr kvadrat. То есть bunu желтый листочкlarning общий maydoni 24 ga. Тогда mush chiqqan figuraning umumiy maydoni tepish uchun nima qilamiz? Просто kvadratning maydoniga duglaklarning, ikki duglakning maydonini qo'shib etsak, bo'ldi 40 santimetr. Qandaq bo'ldi? Tushundinglarmi? Durust. Zoomdan bo'ldi, hozir buni bitirib etaylik. Mushuni men уже bo'ldi deb qolay degandim. Yani qarayotganini bir hisobni chiqarib etaylik, shuning bilan zoomga o'tib ketamiz. Так, endiki hesap 257. Tik to'rtburchakdan yarim duglak qiyib elingan. Muvofiq o'lchashlarni o'rinlab, qolgan qismining maydoni bilan perimetrini hisoblangan deydi. Voy, bu yerda sonlar berilmagan bu. Tik to'rtburchakning yarim duglak qiyib elingan. Muvofiq o'lchamlarini o'rinlab, bu yerga nima kerak ekanda lineykani biz o'zimiz давайте kichkina bir придумаем sonlarni. Buni tik to'rtburchak bo'lsin. Masalan, uning bir tarafi 6, ikkinchi tarafi 8 bo'lsin. Men o'zim примерно deb beryapman. Kitobda undaq yo'q. Endi mashadan yarim duglakni kesib oldik buni yoqni. Evidim uni. Shu chaqda qolgan qismining maydoni bilan perimetrini hisoblang. Bu вообще четкий hisobga. Beshida давайте maydonni hisoblab olaylik. Maydon tepish uchun bizda beshida общий tik to'rtburchak bo'lgan, durustmi? Shu vaqtida tik to'rtburchakning maydonini A, B formasi qo'ysak, 6 8 48 chiqadi. Santimetr bo'lyapti, santimetr kvadrat. Endi bu yerdan bundaq yarim duglakni evatdik. Bu yarim duglakning diametri mana buni 6 bo'lsa, значит radiusi 3 dan bo'ldi, durust? 3ni qo'shsak 6. Va shu yarim duglakda qo'yaylik. Duglakning maydon tepish uchun вообще pr kvadrat это весь кругning duglakning maydoni. Biroq biz bu yerda yarmisini ag'ash qilib pr kvadratni bo'lib etamiz 2 ga. Agar chariga ilingan bo'lsa 4 ga bo'lib etadi. Подставляем p3 radius 3 ning kvadrati 9 bo'lib etamiz 2 ga. 27 ni 2 ga bo'lsanglar 13,5 mi? Da, 13,5 santimetr. Bu yerda endi buni yarim duglakni kesib evatdi degandan qolgan tik to'rtburchakning qolgan даже tik to'rtburchak emas, в общем qolgan figuraning maydoni tepish uchun biz просто общий maydondan evatimiz buni 13,5 dan. Men sonlarni yaxshi придумал, ладно. 5 qoldi-ki, 47 dan 13 ni evatsanglar 34. Shu ответ. Santimetr, santimetr kvadrat. Так, bu bitta katta qudalish endi nima qilinadi deydi bu yerda? Perimetrni tepinglar deydi. Вот это вообще замечательно. Nimishga desanglar, bu yerda kishi ham o'ylanish kerak. Perimetr endi mana buni maydon, perimetr degan hamma qirlarining qo'shindisi. 3 qiri idealni. 8, 6, 8 uni qo'sha olamiz. Теперь еще buni yarim duglak qo'shishimiz kerak, ko'rdinglarmi? Давайте L общий deb qo'yay. U teng bo'ldi 6 qo'shilgan 8 qo'shilgan 8 o'ngay. Plus buni yarim chambarning yarmi, chambarning uzunligining yarmisi. Chambarning общий uzunligi 2 pr bo'lsa,
Bu yerda 2 pi r'ni опять 2ga bölüp etimiz, sebebi yerimiz elingan. Nu hesaplay etayli. Meyda 8, 8, 16, 6'ni qo'shsanglar 22 plus pi degeni 3, radius тоже 3, şu yerda 3, 9. Итого çıkıdı 31 santimetr. Вот. Tushundinglarmi bu meselani? Endi hozir Zoom'ga o'tamiz. Zoom'ning ссылкасini men yerda yangi o'quvchilarga mashaqil aytib qo'yay. Ma'amda bu yerda juda. Yaxshi tushungan bo'lsanglar, bu yerda darsimiz bitdi. Теперь Zoom'ga kiraylik. Men yerda не отправляется, hozir men sizlarga ma'lumot aytib o'tay ссылкасini. Bo'ldi, vaqtida bugungi dars bitdi. Salomat bo'linglar.